Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Dravix va bugungi videomizda Keyboard Escape o'yinidagi har xil buglar va sekretli joylar va Babynon World'dagi Stage 14dagi labirintni sizlarga qanday astalashtirib ko'rsataman, qanday o'tishdi. Ko'pchilik esida qolmaydi bu narsa, shunga astalashtirib sizlarga ko'rsatib beraman. Unda videoni boshlashimizdan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosing. Biz boshladik. Voy, qora knopka respawn bo'ldi, reaksiyam ishlayapti. Mayli necha. Mana endi videoni mana shu joyini sekinlashtirib sizlarga ko'rsataman. Shu stage 14 da qanday o'tishdi. Mana labirintni ham tugatib oldik. Sizlarga ma'qul degan umiddaman. Endi World 2dagi sekretli joyni ko'rsataman sizlarga. Mana World 2ga ham o'tib oldik. Endi bu sekretli joyni ko'pchilik biladi. Bu bilmaganlar uchun, yangi igroklar uchun stage 11 ga bora olamiz birinchi. Mana stage 11 ga kelib oldik. Va stage 11 ga o'tgandan keyin chap tomonda xuddi mana shu joyda bo'ladi. Mana shu tekst chiqadi. O'sha tekst ustiga bosganingizdan keyin kichrayib qolasiz, keyin shu joyga kirib ketasiz. Bu yerda 16 million wins bor. Mana. Endi sizlarga keyingi ko'rsatadigan narsam bu g'alati bug. Hozir men bu bugni sizlarga ko'rsataman. Yaxshilab kuzatib boringlar. Qanday qilishni o'rganib olasizlar. Mana bu bugimiz o'xshadi. Qanday qilishni o'rganib oldilaring degan umiddaman.
Mana bolalar, videomiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Like va obuna bosishni unutmanglar. Keyingi videoda Keyboard Escape o'yinida kopiyalarini o'ynab ko'ramiz. Ularda ham ancha level ko'tarib qo'yganman. Keyingi videoga